Hocam Profesör Doktor Abdülkadir Donuk. Hocam program için sizi arz ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere yarın doçent doktor Nur Ahmet Kurban kardeşimizi, aynı zamanda Muhammed Ali Alioğlu kardeşimizi de davet ediyorum. Buyurun. Muhterem Mehmet Emin Buğra ve arkadaşlarına bir defa daha Allah rahmet eylesin diyorum. Şimdi iki sevgili arkadaşım bize hemen programa geçelim. Mehmet Emin Buğra'nın çeşitli yönleriyle anlatacaklar. Bize Mehmet Emin Buğra'nın 1933-50'li yıllardaki mücadele hayatını anlatacak. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Assalamu alaikum, hürmetlik mihmallar, kadirlik yurttaşlarım. Ben tüvende Murasim Tertip Heyeti'nin talebiga asasen merhum Muhammed Emin Buğra Hazretim'nin 1933 yılı ve 1950 yıllar arasındaki hayati faaliyetlerden noktuluk bazı vakalarını sizlerle dikkatinize sunmakçıyım. Hemimizge malum Hazretim'nin hayatı İslam asasları bilen yoğrulgan ulug' vatani ve Müslüman halkının erkinlik yolunda barlığını pida kılış üstüge kurulgan bir hayat idi. Bu yolda duş kelgen azap uqubatlarga tiz bitmay, sabrichanlik ve qat'iy irade bilen kurash qilgan bir ömrünün mahsuli idi. Yo'liqqan her meseleni şu devrinin şart-sharoitiga qarab hal qilishni biladigan dana bir aqlning canliq ifadesi idi. Mana mushundaq alayliklari bilan u biz ve bizning keyingi avlodlarning qalbida ebedil ebed xotirlashga arziydigan bir qahramonlik abidasi hisoblanadi. Hurmatli mehmonlar, Hazretim küçük yaşlardan itibaren mustamlikachi Xitoyga qarshi g'azab nafrat urg'ib turadigan millati ve yurtining taqdiri ustida boshqartiradigan sodiq bir vatan avlodi edi. Bu maqsadda u bir yoqdan islom dinining asosli ta'limotlarini yo'l qo'yib o'rgansa, yana bir tarafdan o'rganganlarini vatan xalqiga o'rgatish bilan mashg'ul edi. Shundaqla Müslümanların cümleden öz milletinin tarixini öğreniş, dünya milletlerinin ötmüşü ve hazırki ahvalini tədqiq qilish, o köngül bölüp kelyapatqan asaslı faaliyetlerden hesaplanatdı. Mana mushundaq izlenişler onun keyinki siyasi hayatının tevrenmez uluna hazırlagan edi. Hazretimning siyasi hayatı asasen 1930 yıldaki 6 ay davamlaşkan yurt içi seyahati bilan başlandı. O bu jarayonda Sharqi Turkistonning nurg'unlagan shahar viloyatlarini aylanib, mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyeti qurishning yo'l va imkoniyati ustida izlanadi. Shu maqsad bilan 1931 yili 6 oyda Xotanda bir maxfiy tashkilot qurdi. 1933 yili 2 ayning 24 kuni Qarqash noyalik hukumat binosiga hujum qilib, Qarqashni Xitoy mustamlikachilarini tortib oladi. Bu uning hayotidagi eng dastlabki qurolli harakat, shundaqla aktiv siyasi hayotining boshlanishi hisoblanadi. Uzunga qalmay Xotanning barliq nahiyalari mujohidlarning qo'liga o'tdi. Shuning bilan 1933 yili 4 oyning 5 kuni Xotanda islom hukumati qurildi. Qisqa muddat ichida Charqaliqdan Yakan daryosining Yangisoy yoqasigacha bo'lgan rayonlar Xotan islom hukumatining tavalligiga o'tdi. Nəhayət afsuski bu asnada Şingsayga yengilib Qashqarga hujum qilgan Majmuy bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgan Hazretim Xotanga chekinishga majbur bo'ldi. Bu chekinish taki 1933 yili 7 ayning 27 kuni Hindistonga hijrat qilib chiqib ketgan qadar davomlashadi. Hazretim Hindistonda turgan mezgilda chet elda turib vatan uchun xizmat qilishning mumkin emasligini o'ylaydi. Shu maqsadda maxfiy holda Afg'oniston yo'li orqali vatanning tog'liq joylariga yerlashib partizanlik hareket edip berishga qatlanadi. Lekin havo rayining yaxshi bo'lmasligi sababidan Afg'onistonning vatanimizga qo'shni bir chegara yazisida 2 oyda turib qoladi. Hazretim bu muddat ichida hem odam to'plash hamda urush aslahalarini to'liqlash ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Faqat yo'l ochilgandan keyin Sharq Turkistonga o'tadigan bütün yo'llarning Hazretimni tutish uchun Xitoy va Rus askarlari tomonidan qamal qilinganligi ma'lum bo'ladi. Bu qatim Hazretimga Afg'onistonga chekinishdan boshqa chora qolmaydi. Bu arada Afg'oniston hukumati bilan elib berilgan qisqa suhbat natijasida Kabulga urilishdi. O Kabulda turgan 7 yillik vaqt jarayonida aktiv siyasi faoliyatlarni yiroq turdi. Bu mezgilda Türkçe, Arabça, Farsça ve Urdu tillerini bilgan Hazretim bu tillarda o'ziga kerakli materiallarni yig'ib,
onun o'qish bilan mashg'ul bo'ladi. Dunyo millatlarining siyosiy, ijtimoiy ahvolini tadqiq qilish bilan shug'ullanadi. Dunyo siyosati va millatlarning siyosiy, jug'rofiy, ijtimoiy, iqtisodiy va vaziyati bilan o'z yurtining vaziyati, millatining ijtimoiy, ilmiy, iqtisodiy va siyosiy ahvolini selishtirib tadqiq qiladi. Vatanining istiqbolini yaxshi bir oqibatga ega qilish uchun harmay talmay izlanadi. Yana bir tarafdan yangi uslubda Sharqi Turkistonning tarixiga doir bir asar yozishga boshlaydi. Uning Sharqi Turkiston tarixi nomli asari mana shu bosqichda maydonga keladi. Bunun boshqa Hazratim Afg'onistonda turgan mezgilda kichik hajmli Sharqi Turkiston tarixi va milliy kulturga doir ko'plagan asarlarni yozadi. Uning siyosiy hayotida diqqat qilishga tegishli masalalardan birisi shuki, Xitoy bilan Yapon urushi boshlanganda ba'zilar uningga Yaponlar bilan birlikda harakat qilishni tavsiya qiladi. Ammo Hazratim buni muvofiq ko'rmaydi. Hatto bunday qilishni xo'jayin yangi ishlashdan boshqa ish emas deb qaraydi. Uning qarshisida ayni chog'dagi Sharq Turkistonning ahvoli yo'lmas, eyiq va bo'rining o'rtasida qolgan qo'yning ahvoliga o'xshaydi. Bu ahvoldagi qo'y agar aqlli bo'lsa, o'zini qutuldirish uchun dushmanlarining ichidan eng ojizini tanlashi kerak deb qaraydi. Hurmatli mehmonlar, bu yerda Hazratimning naqadar farosatli bir kishi ekanligini tunib yetish ancha qiyin bo'lmasa kerak. Hazratim Afg'onistonda turgan mezgilda uzun izlanishlardan keyin Gomindan hukumati bilan munosabat o'rnatishni o'ylaydi. Mana shunday paytda Gomindan hukumatining islom ellariga avatgan do'stlik hay'ati Kabulga yetib keladi. Bu hay'atning raisi Isa apandim bo'lib, onun bilan bu yerda uzun muzokaralar olib boradi. Neticede her ikisi Gomindan hukumati bilan diplomatik munosabat o'rnatishning kerakligi ustida fikr birligiga keladi. Hazratim bir mezgil Hindistonda turib xizmat qilish g'oyasini Isa apandim orqali Xitoy hukumatiga yetkazdi. Ko'rinishda uning bu talabiga Gomindan hukumati ma'qul bo'ladi. Gomindan hukumatining ma'qul javobidan keyin Hazratim 1942-yili 3-oyning 22-kuni Peshawarga keladi. O yerning Kalkuttaga berib, Gomindan hukumatining bosh konsuli bilan ko'rishdi. Bosh konsul uning Hindistonda turib xizmat qilishni xohlamaydi. Xilma-xil bahonalarni ko'rsatib, Hazratimni Xitoyga qaytishga da'vat qiladi. Aslida Hazratim Xitoy hukumatiga ishonch qilmaganlikdan hozircha Xitoyga qaytishni muvofiq ko'rmaydi. Konsul bo'lsa uni Gomindanga ziyonli harakatlarni qiladi degan gumon bilan Hindistondan chiqarib etishga urinadi. Bosh konsul uni Ingliz hukumatiga shikoyat qilgan bo'lsa kerak. Hazratim Kalkuttadan Rawalpindiga kelar emas, Ingliz hukumati uni nazorat ostiga oladi hamda uning tezlik bilan Hindistondan chiqib ketishini talab qiladi. Iqtisodiy jihatdan qiyin sharoitda turayotgan Hazratimning boshqa yurtga ketishga mali sharoiti yor bermaganlikdan 5-oyning 2-kuni Peshawar markaziy turmasiga qamaladi. Oxirida Jankeyshiga yozgan xati va uning javobi natijasida Xitoy bosh konsulining kafolat berishi bilan 1943-yili 1-oyning 8-kuni turmadan chiqadi. Lekin oradan 2 hafta o'tmayla Hindiston hukumati uni oilasi bilan qo'shib majburiy holda Kalkuttadagi Gomindan konsulxonasiga topshirib beradi. 1943-yili 4-oyning 4-kuni Kalkuttadan aeroplan bilan Chongqingga aylantiriladi. Mana shundan bilan Hazratimning birinchi qatim vatandan ayrilgandan keyingi 10 yillik hayoti oxirlashadi. Hurmatli mehmonlar, Hazratimning bu 10 yillik hayotini umid, izdinish, andisha, yo'qsullik va imkonsizlik bilan to'lgan 10 yil deb xulosalashga bo'ladi. O Chongqingga kelgandan keyin uni Gomindan hukumatining ba'zi mas'ul xodimlari, Isa apandim boshliq yurtdoshlari va islom jamiyatining a'zolaridan tarkib topgan 100 ga yaqin kishi qarshi oladi. Chongqingga kelib bir necha kun o'tgandan keyin Jankeyshi bilan ko'rishdi va Jankeyshi uningga alohida iltifot ko'rsatdi. Hazratimning Isa apandim bilan Chongqingda olib borgan uzun muzokaralar natijasidagi siyosiy harakat planlarini mundaq xulosalashga bo'ladi. Birinchi, Gomindan hukumatidan hozircha mustaqillik talab qilmay, to'liq huquqli milliy avtonomiya tuzumi talab qilish. Ikkinchi, Uyg'ur tilida gazet jurnal nashr qilib, millatga avtonomiya tuzumi haqida to'g'ri ma'lumot berish. Shundaqla Xitoy tilida gazet jurnallar chiqarib, Xitoy millatining jamoat fikrini Turkiston tarafiga moyil qilish. Uchinchi, to'liq avtonomiyalik huquqiga erishgandan keyin millatimizning siyosiy mafkurasini millatchilik nuqtasida birlashtirib, hech qanday ajnabiy hokimiyatni qabul qilmaydigan bir ong'iga qilish. İqtisodiy ahvolni yaxshilash, madaniyat va ma'rif saviyasini yuqori ko'tarish. 4-chi, Turkiston aholisining ilmiy va siyosiy saviyasi mustaqillikka muvofiq bir saviyaga yetgandan keyin ikkinchi bosqichda mustaqillik talabini o'tirg'a qo'yish.
Hazretim yukarıdaki planlarının birinci kademini Chongqing'e keliştiğim bir yıl burun İsa Efendim tarafından çıkarışıqı başlagan Altay Mecmuasının baş muharrirlik vazifesini öz üstüge alish bilan başlaydı. Jurnal qisqa muddatda sifatlik maqolalar bilan hem Sharq Turkistonliklar ichida hamda Xitoy ziyolilari ichida cho'ng ta'sirlar paydo qiladi. 1943-yilning oxirida Kuomintang hukumati asosiy qonun loyihasini hozirlash komiteti ismli bir komitet qurdi. İsa Efendim bilan Hazretim bu komitetga Türkistan namida 19 moddalik bir taklifnoma sunadi. Bu taklifnoma Kuomintang hukumati ichida nihoyatda cho'ng g'ulg'ula paydo qiladi. Ba'zi hukumat a'zolari ichida Turkiston xalqiga ko'ngil bilish hissiyoti uyg'otadi. 1944-yilning oxirlarida Turkistonning shimolidagi Ili, Altay va Cho'chak viloyatlarida Xitoyga qarshi inqilob qo'zg'alib, Sharq Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu inqilob Hazratim va Isa Efendimlarga ma'naviy kuch bag'ishlaydi. Xususan Hazratim bu inqilobning rivojlanishi orqali millatimizning qonuniy haq huquqini qo'lga keltirishni xushal bo'ladi. Lekin ularning orqasida Sovet ittifoqining bo'lishidan ko'p andisha qiladi. 1945-yili 9-oyning 5-ida Kuomintang markaziy hukumati Ili inqilobchilari bilan sulh qilmoqchi bo'ladi. Bu sulhda Rus hukumatining Turkistondagi konsuli ikki taraf orasida kelishtiruvchi taraf bo'ladi. Kuomintang hukumati sulh asnosida maslahat unsuri bo'lishi uchun Mas'ud Efendim, İsa Efendim va Hazratimni Urumchiga avatadi. Bu vasila bilan Hazratimga uzun yillar Hazratim chekib kelayotgan ana yurt bilan takror didor ko'rish fursati tug'iladi. Şu münasebet bilen 1945-yili 17 oktyabrda Hazretim Urumchiga keladi. Hazretim bilan İsa Efendim Urumchiga kelgandan keyin Sharq Turkistonliklarning har qatlamidan o'xshash bo'lmagan kishilar bilan yaqin munosabatlar o'rnatishga ahamiyat beradi. Har fursatda ularga Turkistonning siyosiy tarixi, ota bobolarimizning milliy erkinlik uchun olib borgan kurashlari, ajnabiylarning zulmidan qutulish uchun olib borgan har turli siyosiy faoliyatlar haqida nutqlar so'zlaydi. Türkistan'daki Xitoylarning yerlik xalqqa qilayotgan vahshiyona zulmlarning qonunsiz ekanligini va uningga qarshi kurashning Kuomintang hukumatiga qarshi isyon deb atalmaslik kerakligini davomli ta'kidlaydi. O nutqlar davomida Turkiston turklarining Kuomintangning zulmidan qutulish uchun qurolli inqilobdan ziyoda milliy bir tashkilot asosida tinchlikparvar kurash olib berishning ko'proq foydali bo'ladiganligini uzun izohatlar bilan bayon qiladi. Birinci nişanının milli avtonomiya hukuku buluş gereklikini oturduğu koydu. Onun fikrini kollaydıqalarının sani tesiratte eşip beriş sebebinin boz gerek. Hükümet taraf Hazretim'nin yığın açıp nutuk söyleşini çeklaydı. İsa Efendim bilen ikisinin arkasına paylakçılığa koydu. Şundak şaraitte mi bu iki inqilabçı her kademde halkının ve vatanının azatlık için tenim tapmayı küreş kıldı. Hürmetli mimarlar. Bu yerda Hazretimning vatanimizning yaqinqi zaman tarixida maydonga kelgan eng muhim voqealardan biri bo'lgan Ili inqilobi va uning rahbarlari haqidagi pozitsiyasi ustida biroz to'xtalib o'tish kerak deb qarayman. Hazretimning o'z qalami orqali bergan ma'lumotlarga qaraganda, u Urumchiga kelishdan bir qancha kun ilgari Ilidan 3 kishilik bir muzokara hay'ati Urumchiga keladi. Bu hay'at ichida Ahmadjon Qosimi Efendimi bo'ladi. Hazretim va sabdoshlari bu hay'atdan ikki kishilar bilan ko'rishdi. Bu hay'atning muzokara talablari orasida Türkistan'ın umumiy vali ve hakimlerini xalq saylimi bilan belgilash, ma'rif tilining turkcha va xitoycha bo'lishi va umumiy kechirim e'lon qilish haqida bo'ladi. Hazretim bularga Kuomintang tarafdan mundaq oddiy talablar bo'lmaslik, ulardan mustaqillik talab qilish, hech bo'lmaganda yuqori darajalik avtonomiya talab qilishni tavsiya qiladi. Ular Hazretimning bu tavsiyalarini nihoyat qizg'in qabul qiladi. Lekin bu talablar rasmiy muzokara asnosida Ili heyeti tarafından tilga olinmaydi. Bundaq bo'lishining sababi ularning barliq ishlari Rossiya hukumati tarafından belgilanayotganlikdan bo'ladi. Bu ahvol Hazretim tarafidan Turkiston xalqi uchun andisha qilishga tegishli bir masala deb qaraladi. Bu asnoda Hazretim Sharq Turkistonda bir milliy tashkilot qurishning payti yetib keldi deb qaraydi. Shuning bilan u Turkiston Millatchi partiyasi nomi bilan bir partiya qurmoqchi bo'ladi, lekin Kuomintang hukumati bilan Rossiya hukumatining qattiq bisimiga uchrab bu partiyani qurolmaydi. Shuning bilan bu yerda Altay tashkiloti deyilgan bir tashkilot qurish tarafdori bo'ladi. Ve Altay Nəşriyyatı degan ism bilan bir tashkilot qurdi. Bu tashkilot Altay Mecmuası nomida jurnal chiqardi. Erk gazeti degan gazetmi shu tashkilotninki kontrolli ostida chiqadi. 6-oyning 6-kuni Kuomintang hukumati bilan Ili heyeti arasida bir bitim imzolanadi.
Bu kelishimga asosan aktiv roli bo'lmagan ba'zi ministerliklar Sharqi Turkiston turklariga beriladi. Bu haqsiz bitimga yine Hazretim norozi bo'ladi va qarshi chiqadi. Shundoq bo'lsa Hazretim 1946-yil 7-oyda qurilgan o'lkalik hukumatda qurilish ishlari nazirining nazoratining nozirligiga saylanadi. Hazretim 1946-yil 10-oyning 4-kuni 1947-yili 2-oyning 2-kunlari orasida Qashqa, Yakan va Xotan viloyatlarida ziyoratda bo'ladi. Lekin hukumat taraf Hazretim qaysi shaharga borsa, shu yerda to'liq yoki yarim holatda harbiy holat ijro qilib, saqchi va askarlarni ishga solib, Hazretimning xalq bilan aloqalashishini to'sadi, cheklaydi. Bu esnada Türkistan Milletçi Partisi kuruldu. Bu partinin tabii başlığı Hazretim buludu. İsa Efendim olsa ikinci reis ornunda vazife öteydi. 1949 yılının başlarında komünistler tez sürette galbi kazanışa başlaydı. Komündan hükümeti olsa Türkistan'da siyasi tüzümde özgürlük kılıp, Rus düşmanı Mesut Sabri'nin umumi valilikini elip taşlaydı. Onun ornuna Burhan Şehidini baş valilikle tayinlaydı. Komündan hükümeti bu özgürlük bilen Ruslarını memnun kılışını maksat kıldı. Lekin bu özgürlükке karşı çıkan Türkistan halkının narazılığını bastırış için Hazretimni muavin baş valilikle tayinlaydı. Komünistlerin küçüğüne erişip Ürümçi'de turuş imkaniyeti bulmayan Hazretim ve İsa Efendimle özara müzakereleşip hatta Türkistan'ın canım tarafında tekrar asker toplap yine kurallık inkılap kılış taraftarı bulundu ve bu yolda izlenildi. Ahırda bir taraftan Xitay komünist askerleri, yeni bir taraftan Rus askerlerinin hücumuna uzun müddet karşı berdaşlık bilinmeydiğini göz tutup bu niyetinden yanıdı. Tizlik bilen küçüyüvatkan Xitay komünistleri Şarkı Türkistan'da milli hareket rehberlerinin hayatı tehdit selişki başlaydı. Bu ahval karşısında Hazretim bilen sebdaşlarının aldıda iki yol kaladı. Birincisi Osman Batur bilen birleşip komünistlerle karşı kurallık sep tutuş, ikincisi vakitlik vatandan chet elge çıkıp mümkün kadar siyasi hareket edip beriş. Hazretim birinci yolunun bir inkılapçı için en şereflik yol işkenlikini takdirleş bilen birge akıbetinin vatanımız için faydalı bir netice elip kelmeydiğini istiyordu. Çünkü 5-10 bin kişilik kurallık partizanının haddi hesapsız Xitay ve maşinlaşkan Rus güçlerine karşı uzun müddet uruş kılalaydığı gözü yetmeydi. İkincisi, Hazretimni ağır vicdan azabı duşar kılgan bir yol hesaplanırdı. Çünkü o bir inkılapçının nişanı ya vatanını kutkuzuş ya ki bu yolda can verişten ibaret de qaraydı. Hazretim mana şundaq ikiliniş hissiyatı içinde ikinci yolunu tanlaydı. Şunun bilen Hazretim aldıdaki birden bir uçuk yol bolgan Hindistan yolunu tutuş kararı geldi. 1949 yılı 9. ayın 18. günü ailesi ve özüge ergeçken bir kısım kişiler bilen Ürümçi'den ayrıldı. Bu katımlık hicret seferinde Hazretim bilen İsa Efendim'e ergeçip Türkistan çekilisinden çıkan 852 kişiden 54'ü yol şaraitinin açarlığı sebebinin tağ cılgılarda vefat buldu. Sağ kalganlarının 49 kişinin kol ve ayakları üşüp gidiyordu. 59 gün davamlaşkan japalık sefer neticesinde 796 kişi bilen Ladak'a yetip gidiyordu. Şunun bilen kiçikkine ömürge çoğun işlerini sığdırgan Hazretim'nin vatan sirtideki ikinci katımlık bazı gelmez hayatı başlandı. Hürmetlik mihmanlar, ben bu yerde Hazretim'nin zıç siyasi güreş bilen tolgan siyasi hayatı hakkında kısaca malumat berişke tiriştim. Vakit münasebeti bilen vakalıkla üstüde tepsili toxtulup ötüş mümkün bo'lmadi. Şundaqtımı yuqoridagi ma'lumotlardan merhum Muhammed Emin Hazretim'nin akıl parasatlik, şicaatlik, vatani ve Müslüman Türkistan halkıga hizmet qilishni sharaf deb bilgan ve bu yolda harmay almay kurash qilgan bir kishi ekanligini tunib yetdik. Mücadele hayatı bo'yicha hech qanday qaramliq va tentaklik qilmagan, her zaman Türkistan xalqining manfaatini oldin qo'ygan, hech qachon o'zining rohat farog'atini o'ylashib bakmagan oliy janob ruhga ega bir kishi ekanligini tunib yetdik. Shu munosabat bilan men merhum Muhammed Emin Buğra ve barliq sabdaşlarga Allohdan rahmat dilayman. Müslümanların vatani Sharqi Türkistan'ı ve zulüm zindanlarında hayat mamat mücadelesi kılıbatkan Türkistan Müslümanlarının zulümden kutuluş yolunda vefat bolgan barliq şehitlerimizge Allah'tan yukarı dereceler dilayman. Sözüm müşiyerde ayaklaştı. Sevirçallık bilen anılganlıkma için rahmet eytemen. Allah hemimizin yar ve yardımcısı olsun. Bütün dinleyenlere teşekkür ediyorum sabrınız için. Allah razı olsun diyorum.